Toyir va Muslima nomli kuzatuvchimizdan kelgan savol. Assalomu alaykum. Men 32 haftalik homiladorman. Kechqurun burnim bitib qolyapti va kunduzi rosa ko'p aksa uryapman. Burnimdan suyuqlik ham kelyapti. Buning zarari yo'qmi debdilar. Va alaykum assalom. Savol uchun rahmat. Bu haqda nima deyishimiz mumkin? 32 haftalik homiladorlik vaqtida homilani hamma a'zo va sistemalari, organlari shakllanib bo'lgan bo'ladi. Bu vaqtda asosiy ahamiyatli narsalardan bittasi bolani bosh miya po'stloq qavatlari, yarim sharlar, egachchalari, pushtalari shakllanish vaqtida bo'ladi. Onani burni bitish hisobiga bo'ladigan gipoksiya, ya'ni kislorod yetishmovchilik boladagi shu oliy nerv faoliyati, ya'ni pushtalarda shakllanishiga qisman salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Bu keyinchalik nima bo'ladi? Bu bolalarda keyinchalik asabiylik, jizzaklik, depressiyaga moyillik, shunga o'xshagan narsalar paydo bo'lishi mumkin. Bu burun bitishi ko'proq yuzaga keladigan narsalar bu homiladorlar riniti, allergik rinit va infeksion rinit kabi holatlarda homiladorlarda shunday burun bitishlari ko'p uchraydi. Nima qilish kerak? Birinchi o'rinda burunga ishlatiladigan, burunni ochadigan dekongensatlar, qisqa muddatga oksimetazolin tarkibli dekongensatlardan qo'llash mumkin. Bir oy, 2 oygacha bo'lgan muddatga burunga mometazon, flutikazon tarkibli spreylardan foydalanish mumkin. Yana shu narsaga e'tibor qaratish kerakki, birinchi o'rinda onani homilador ayolda ichi qotib qolmasligi kerak. Xona namligiga e'tibor qarating va albatta parhez. Tarkibida shakari yoki sun'iy moddalari bor mahsulotlardan, ovqatlardan imkon qadar o'zingiz ehtiyot qiling.